Bismillah. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hemmenlarga Allah'ın salamları olsun. Bugün oxşamagan bir mevzu bilen karşımlarga çıkıp kaldım. Maksadım kitap tanıştırış. Mevzu haqqını tapmak için okuyla. Bu bir çakırık intonasiyasideki mevzu bu. Bugün köpçülükке asasen bir kitapni tanıştırmakçı. İkkini tanıştırman ama birini asasen tanıştırman, asas kılıp tanıştırman. Maksat şu. Şunda olsa gapni şu kitap bilen başlaşma bir az tomtak tuyulduğandek kılıdı. Şuna bir az lirik çekiniş şekilde kıstırım bayanlar bilen başlayın. Pişkan medeni milletlerde millet hayatındaki büyük vakalar, hadiseler, tarihi şahslar hakkında hatır kaldırıldı. Vakı hadisler hakkında tefsili bayanlar olup bakanmay, yani akli hulası çıkarıldı. Çünkü onun da nurgun sabaklar oluşu mümkün. Tecrübeler yekillenişi mümkün. Muhakemeler, mulayizeler oturup koyuldu. Ve bular bir tarihi hüccet sütüde kağıt yüzüge düşürülüp kütüphanelerde saklanıldı. Kitap kılıp. Hatta her yerinin öz yerlik tezkirleri yazılıp çıkılıp saklangan bo'ladi. Bu udum kaçandan başlap davamlaşıvatkanını bilinmesi mi? Herhalde neçe esirlerden beri şunda olup kelevatkanlığını cezimleştiriş mümkün. Aldanqı videolardan biri de degenimde biz Uygurlarda tarih yazıdığan adet yok. Şairler işitmen beşik olsun mınlap tökülü doyuyor ama öz tarihimizni, öz tarih kitaplarımızını menba kılıp yazıp çıkış mümkün emas. Şairlerin kancısını dünya şair dep itiraf kılıdı. Bu ayrım bir münazır değilmesi. Ama hiç bulmasa yüzünü şair kılıp aladıqanlar hesapsız nurgun. Yurtta yığılıp, yurtta afet, yurtta katliamlar yüz berip turduğan bolsa-mı, şairler koşmak ödek cüp gepenek turdiki şiirlarını yazıp kelgenki bugünküçe şu zaman hayatı hakkında uçurgu erişiş bektas. Yani şu zamandaki siyasi hayat, şu zamandaki siyasi özgürüşler, afetler, katliamlar, kırgınlar, uruşlar ve şu zamanda yaşap ötken büyük kişiler hakkında uçur yok. Şiir yazımız, aşk meşk yazımız. Bu vaqtda burunqi videoda dep ötkenlikimden bu yerda yana köp tekrarlamaylı. Bugunmi özümüzning milliy hayoti, milliy kechmishi, taqdir qismatlarimiz haqida yozadiganlar shoirlar qadar ko'p bo'lmagan taqdirdimi, shularning 1/1 sonda bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Afsuski yo'q. Burunmi deganimdek 5-iyul Urumchi qatlamidek bir parcha kelgan bugungi kundami. Bularni boshdan kechirgan bir munch qalamkash bo'lishib qaramay. Ziyalilar oluşup qaramay, bu qanliq hadisini yezip qo'yganlarning barligi bilinmedi. Bugün için bilinmedi. Oturup çıkmadı çünkü. Bu kadar bir qanliq hadisini hatırlaş. Tarih sütüde hatırlaş. Ve bunun cemiyetşünaslık noktasından
manbasini tekshirish, oqibatini tekshirish, psixologik natijalarini, siyosiy natijalarini tekshirish hech qilinmadi. Chet elga chiqqanlarning ichidami bir muncha qalamkash bor. Aşı vaqada Ürümçide yaşaganlarning ichida. Ama bunu yazmadı hech kim. Demek bizning bunday bir odatimiz yo'q, qarindoshlar. Uningdan keyin bo'lsa, shu anda davom qilayotgan umumiy qatlam haqida biror ilmiy amgak o'tirib chiqmadi deyishga bo'ladi. Del mana shu nogironlik tuyg'usiga ketib o'ltirgan kunlarimda muhtaram inim Məmtimin a'lo bilan mushu mavzuni so'zlashib qolgandik. Məmtimin o'zining bu qatlam haqidagi psixik analizlarini bir oz deb o'tgan edi. Bana bek yarab ketdi. Ve kaşki şu deganlaringizni kitob holatida ko'rsak deb orzuladim. Məmtimin ilgari ingliz tilida bir kitob yozganligini dedi. Ama Uygurcha bir kitobning qanchalik qarshi olinishi ehtimoli haqidagi endishalarimni, dilg'olliqlarimni yo'q emas edi. Buni tushunishga bo'ladi. Chunki bizning avvalimiz o'tirdi. Her qanday bir yozuvchi o'zining asrining keng ko'lamda taqilishini, o'qilishini arzu qiladi. Bunun istiqbaliga qayg'urmasligi mumkin emas. Men nimalar bo'lmasin bu kadar cho'ng bir hodisaning tarifi, analizi, xulosa qilinmasa, qandaq bir millat biz degan hasratli qarashimni ta'kidlab, bu inim Məmtiminga rag'bat bergan bo'ldim. Məmtimin buni yezishga qaror berdi. Bilasizlar, men normalda kitap o'qib o'zini tarbiyalashga bel bog'lagan yoshlarimizga Uyg'urcha kitoblarni bek tavsiya qilmayman. Rejam shu buningdagi. Uyg'urcha kitoblar ichida bilim og'idagi kitoblarning yo'q hisobda bo'lishi. Bu yerda tanishtirdig'im Uyg'urcha kitob. Bugun chet elda nashr qilinayotgan kitoblar ichida birdan bir degidek bilimsel kitob. İlgirim shunday bir bilimsel kitap Məmtimin a'loning qo'lidan chiqqan, bugun yana biri Məmtimin qo'lidan chiqdi. Uyg'ur tilidagi tavsiyaga loyiq bek az kitoblardan ikkisi mana shu Məmtiminning amgaklari deyishim mumkin. Bu tırnak ichidagi bir izohatim. Oxiri tırnaqning sirtiga kelgan vaqtimizda oxiri millatimizda tunji qatim millatning umumiy qismatida ko'rilgan cho'ng bir hodisa haqida umumiyuzlik ta'bir, analiz, xulosa qatorliqlarni qopsagan bir asar Uyg'ur qatliami maydonga kelgan bo'ldi. Bu Məmtimin a'loning Uyg'urlar psixologiyalik urushda nomli kitobidan keyin bu millatga sungan büyük bir emgekidir. Bu kitapның ahamiyati, muhimligi haqida qanchalik to'xtalsammi ta'riflab tugatanmayman. Hatto buningga mening kuchim yetmaydi. Chunki buni ta'riflash, buni izohlash, buni ko'pchilikka tunutish mening saviyamni eshib tushdi. Shu mening kuchim yetmaydi. Lekin bu yerda bir necha nuqtani kuchimning yetishicha ko'pchilikning diqqatiga sunaman. Birinchi muhim tarafi millatimizda o'z qismatida maydonga kelgan buyuk hodisalar haqida tarixga izna bo'lgudek bir bayon, ta'rif, tasvir, analiz, xulosa qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladigan bir tadqiqotning yozilishi tunji qatimliq ish bo'lishligidir. Onun ilgirisida bunday bir asar yozilib boqmadi qarindoshlar.
Eğer ilgiri milletning qismatlarida ko'rilgan cho'ng voqea hodislar haqida mushundaq tadqiqotlar yozilgan, e'lon qilingan bo'lsa, ko'pchilik asl tupoqchi bo'ladi. Menimcha bu asar bu jihatdagi tunji asar bo'lishligi bilan tariximizda alohida o'rin tutadi. İlgirki Uyg'urlar psixologiyalik urushda nomli asarmi o'z sohasi bo'yicha yana bir tunji edi. Türkçede ilik. Bir ilik o'tdi, endi bu bir ilik. Navbatdagi Uyg'ur qatlami yana bir tunji, yana bir ilik bo'lishligi bilan muhimdir. Yana bir tarafdan Uyg'ur qatlami bugun Uyg'ur hayotida ko'rilayotgan, davom qilayotgan bir voqea bo'lishligi bilan balkim nurg'un Uyg'urlar go'yo hammamiz biladigan bir ishqa xabarimiz bor. Bularni takror bayon qilib berishning nima keragi? Har kundagidek bu vaqt xabarlarni ko'rib turyapmiz deyishlari mumkin. Balkim shunday qarashdi berildi. Bu kitob ko'pchilikning diqqatini qaratgan bo'lishi mumkin. Lekin bu kitob siz ko'rayotgan xabarlarga o'xshamaydi. O xabar emas, o bir ilmiy asar. Bu kitob xabar emas. Uyg'ur qatlamini xabar qilishni maqsad qilgan kitob emas bu. Bu bir ilmiy asar. O bizga millat hayotida yuz beradigan cho'ng voqea hodislarni qanday shaklda ta'rif qilish, qanday tahlil qilish, qanday xulosalashning ulgusini yaratgan bo'lsa, biz xabarlar orqali asla erişemaydigan siyosiy orqa ko'rinishlar, psixik harakatlantiruvchilar haqida nurg'un bilimga ega qiladi. Eng yaqinqi va ko'pchilikka tonish bo'lgan o'xshash voqeani misol qilsak. Ikkinchi dunyo urushi davridagi Yahudi qatlami, Holokost haqida minglarcha kitob yozildi. Tarix nuqtasidan, siyoset nuqtasidan, jamiyatshunoslik nuqtasidan, psixologiya nuqtasidan, milliy munosabatlar nuqtasidan, diniy nuqtadan. Ve bu va hokazo sonsiz kitoblarda tahlillar ilib berildi. Holokost hadisi iniga, bo'yiga basmunozir qilindi. Hatto bugungacha yangi bayqashlar o'tirib qo'yilish to'xtag'ini yo'q. Ama Uyg'ur hayotida o'xshash voqea haqida tunji qatim o'z millatimiz ichidan chiqqan bir ziyoli tarafidan mushundaq bir ilmiy asar yozilib, yo'riqlikka chiqarilganligi, ta'sirlanarlik boshlanish bo'lsin-u. Xalqimiz xuddi sezgisini yo'qotgandek his tuyg'usiz o'tkazib o'tmoqda. Men sizlarga o'xshash kundalik hadislardan xabardor. Qatlamdan xabardor. Beşimizga kelayotganlardan xabardor. Chunki mening bevosita oilamdan 3 kishi, 2 balam va ularning onasi Xitoyning turmusida. Demak, texmi konkret, texmi bevosita azobni his qiluvchilardan biriman. Shunday turib, bu kitobning oldingi bo'lakidagi bayonlarni yig'lab turib o'qidim. O'zimni to'xtatib ololmay o'qidim. Gerçi bu bayonlarda so'zlanayotganlarning hammasi menga tunishlik bo'lsin. Ya'ni sizlar ko'rgan xabarlarda ko'rilgan bo'lsin. Men shu yerdan ko'rgan bo'lsam. Nimasi bilandir yanala yangi va dahshatli tuyulib, o'zimni to'xtatib ololmadim. Bo'libmi dahshatning umumiy ko'lami bir kitobda to'planganda sizlar xabarlarda bir bo'lakdan anglaysizlar. Shundaqmi? Parça anglaysizlar. Bu dahshatning umumiy ko'lami bir kitobda to'planganda va bu dahshat iniga bo'yiga analiz qilinib, uning keltiradigan boshqa yondosh ofatlari, orqadan keladigan psixik va siyosiy oqibatlar haqidagi tasvirlar qo'shilganda kishining qalbini zilzilga solmay turolmaydi. Qatlamga uchraguvchilarning psixik holati. Bu qatlamga yuzilishdagi siyosiy, jismoniy, ruhiy zimin. Shundaqla qatlam yurgizuvchilarning siyosiy g'arazi, psixik holati, jismoniy va moddiy zimin qatorliqlarning shunchalik qoyil qilarlik tahlillari
Voqeaga qarata yana boshqa turli tushunish taqdim qilish bilan qolmay, mushundaq bir emgakni vujudga chiqargan bir tadqiqotchining o'z kishimiz bo'lishi bir iftixor vasilasi bo'lib qalbimizni to'ldirdi. Qatlam haqida xabaringlar bor. Her kuni yurakni tilg'aydigan xabarlar o'qilib turadi. Lekin siz bularni uqibli qo'ysiz, anglabli qo'ysiz xolos. Ta'riflay olamsiz, ta'bir bera olamsiz, analiz qila olamsiz, orqasida nima bor? Ko'ra olamsiz. Mana bu kitobni o'qisangiz, xabaringiz bo'lganlarning bakmi yetishsizligini cho'qim his qilmay qolmaysiz. Shug'unisi buni tushangidek umoch bo'lsa. Ziyolilig'i bek ko'p. Hech kimni po'shtamaydigan bilarmanlar. Qani umichingiz bo'lsa, buni o'qib beqing. Tushunib beqing. O diplom bilan o'lchanmaydi bilimdorlik. Burunma deb o'tganimdek, diplom 6 dana imtihon savoliga javob berish bilan beriladigan narsa o. O 6 savolga boshqa hech narsani bilmaydigan bir odam faqat shu 6 savolning javobini yodlab olgan bo'lsa-mu, beriladi degan gap. Shunga o bilimni o'lchaydigan bir o'lcham emas o. Yüzünü ziyali çağlap qolgan bilarman qarqosaqlar bu kitobni o'qib o'zini dansab baqsa bo'ladi. Chunki bu bir ilmiy tadqiqot mahsuli bo'lish ustida tushunish uchun albatta ma'lum madaniyat asosi talab qiladi. Lekin shunisi bor. O'zimizning bir mutaxassis maydonga kelib, bir ilmiy emgak yaratgan bo'lsa, ichimizdan uni tushangidek odamga chiqmasin, o'qug'idekmi odam chiqmasa, buningga nima degilik? Yig'liqlikmi, kulgulikmi? Qarindoshlar. Tushunmaydiganlar bir kechada tushunadigan bo'lib qolmaydi. Tushunishmi o'qish orqali, o'qiverish orqali bo'ladi. Shunga bu kitobni cho'qim o'qib ko'rishinglarni kuchli tavsiya qilaman. O'tinib so'rayman qarindoshlar. O'zinglarning taqdiriga munosabatlik büyük bir ish. Millatning yo'qolishiga ekitib qo'ygan büyük bir qatlam haqidagi bayon, analiz, xulosa qarindoshlar. Mushunda bir kitobni o'qib qo'ymasak, yana nima qilamiz endi biz? Bu mening bugun asoslik qilib tanishtirdiğim. Endi yana bir kitobni tanishtiraman. Bu yana bir kitap ya mustaqillik ya ölüm degan kitap. Bu kitobning muhimligi aş mavzusida qarindoshlar. Chunki bugungi kunda mustaqillik davosiga salqin qarayotganlar nayt nurg'un. Tabii bunun da Xitoylarning roli bor. Buni cho'qim Xitoyparastlar, Xitoyning ayg'oqchilari, yaloqchilari, ko'tamichilari. Ammo yana bir muncha ongsiz xalqimizmi tarafdorlik tufaylidan shu munofiqlar, chunki ularning nazarida munofiq emas u, uning ta'siriga uchraganligi va uning tarafdor bo'lganligi uchun mustaqillikqa salqin qarab kelyapti. Uning uchun bu kitobning mushu ismida chaqnab turgan mazmun naytimim. Ya mustaqillik ya ölüm qarindoshlar. Bu kitap bir qism qarindoshlarga tunishliq. Chunki bu yerda tunishtirilayotgani yangidan to'liqlangan nashr bo'lsa-mu, aslida bu kitap 2000-yili nashr qilingan. Bu asl nusxasini Kamina qarindoshimlar
kompüterga ağan ve tahrirlik. O çağda kompüterlarda Uygurca yazış hali kıyım bir meseleydi. İki xilli Uygurca kirgiziş detalimiz var idi. Biri Teklimekan neşriyat işletken, DOS muhitida işleydigan bir programda Teklimekan Uygur neşriyatının şu zamanlardaki kitaplarının hemmesi aşı DOS muhitida işleydigan programda yazılgan. Yana biri mendiki Windows 3.1 deydigan iktidai Windows'ның Uygursoft tarafından tercüme kılınan Uygurca nüskası idi. O fakat mendilli var idi. Onun birli xet nüskası var idi. Bu xet nüskası da hatalarma hali köpüdü. Bu kitapның aşkonu neşri şu Windows 3.1 da mening tarafımdan yazılgan. Yani kompüterga ilingan. Apturi izchiman. Men aptur emas. Mana şu kitap bu qitim aptur tarafidan yeni mazmunlar bilan beyitilgan yeni nusxasi. Teklimekan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilinibdi. Bu kitap aslida yıllar avval vatan ichida keng ko'lamda tarqalgan ve kişiler bunun da oturup koyulgan Xitay qo'g'lash usullarini amaliyleştirgen bo'lsa, bek obdan bo'lardi ve Xitaylar vatanimizda bugünkidek ko'paymagan bo'lardi. Nayt afsuski kechikib uyg'onganligimizni hammamiz bilamiz. Pushaymonlarimiz tariximiz bo'yicha takrorlangandek bu jihatdami takrorlanyotidi. Andın bu kitapning dunyoga kelish jarayonimi xeyli murakkab. Beşiğe gelgen kısmetlerimi köp bu kitapның. Şunday olsunmu, bugün bu kitap toluqlanıp, bu kichkina bir kitap, bugün bunda yoğun bir kitap bo'lib, hozirgi chiroyli xat nusxalarimizda qayta nashr qilinibdi qarindoshlar. Bu kitaplarni o'qib qo'yinglar qarindoshlar. O'qimay turib molla o'g'in olmaydi. Haqni tunish uchun o'qiylik qarindoshlar. Özümüzni tanış üçün o'qiylik qarindoshlar. Erta nima qilishimizni bilish uchun o'qiylik qarindoshlar. Mening bugungi sizlarga tavsiya qildiganim mana shu. Xayr xo'sh, Allohga emanet.